Dunyoda shunday bir shahar borki, unda haydovchilar transport vositalarining signalidan deyarli foydalanishmaydi. Nafaqat tovush moslamalari, balki bu yerda baland ovozda gapirilmaydi. Transport vositalarining to'xtash chizig'iga e'tibor qaratinga, oldinda ham, orqada ham bir xil masofa qoldiriladi. Bu shahardan ilk bor poyezd yo'lini olib o'tgan Usmonlilar imperiyasi hukmdorlaridan bo'lgan Sulton Abdulhamidxon poyezd relslari tagiga tuya junidan bo'lgan kigizni yotqizib chiqqan. Bundan maqsad esa taqtuq ovozi bilan olamlarning sarvariga ozor bermaslik bo'lgan. Alloh taolo Hujurot surasining 2-oyatida shunday marhamat qiladi: Ey iymon keltirganlar, ovozingizni payg'ambar ovozidan yuqori ko'tarmang va unga bir-biringiz ila so'zlashgandek dag'al so'z aytmang. O'zingiz sezmagan holda amallaringiz xabata bo'lib qolmasin. Dar haqiqat bu makonda ozor yo'q, tilxiralik yo'q, qo'pollik, jizzakilik, bahs-munozara begona bu shahardan. Kimki bu shaharga kelsa, unga qalban bog'lanib qoladi. Siz bu shaharga kelsangiz, aniq uni sevib qolasiz. Bu payg'ambar alayhisalomning shaharlari Madinai Munavvaradir. Agar sizning ham bu maskanlarga ishqingiz tushgan bo'lsa, kommentlarda Madinani sevaman degan so'zni yozib qoldiring. Bu videoni esa saqlab qo'ying va o'zingiz kabi oshiqlarga tarqatib yuboring.